Rossiya davlati hududidan tashqarida ilk bor O'zbekiston innovatsion o'suvchi endoprotezlarni o'rnatishni boshladi. Mazkur endoprotezlar Samara tibbiyot universiteti tomonidan ishlab chiqilgan bo'lib, avvallari faqat Yevropada bo'lardi. Bu qo'yilgan endoprotezni asosiy farqi qo'yilgan endoprotezda maxsus magnit uskunasi orqali uzaytiriladi. Ya'ni qo'shimcha jarrohlik amaliyoti endoprotez o'rnatilgandan keyin talab etilmaydi. Bir necha oy avval davolanish umidida murojaat qilgan bolajonlarga ular bilan birga o'sadigan endoprotezlar o'rnatilgandi. Eng muhimi, ushbu jarayonlarning barchasi mutlaqo og'riqsiz tarzda amalga oshirilgan. Endoprotez o'zi Rossiya Federatsiyasidan keladi, Samara universitetida yasalgan. 2025-yil aprel oyidan boshlab shu magnit endoprotezlarni o'rnatishni boshladik. Hozirda bir nechta bemorlarga bu protezlar o'rnatildi. Bemorlarga tashxis qo'yilgandan keyin bolalarda masalan birinchi bosqichda ular neoadjuvant kimyoterapiya qabul qilishadi. O'smaning qay darajada kichkinalashganligiga qarab keyingi bosqichda bu jarrohlik amaliyoti o'tkaziladi. Har bir bemor holatidan kelib chiqib, magnit mexanizmli maxsus endoprotezlar tayyorlanadi. Ushbu endoprotezlar takroriy jarrohlik aralashuvlarining oldini oladi. Avvallari har bir uzaytirish jarayoni uchun narkoz, anesteziolog yondashuvi hamda bemorning shifoxonada yotishi talab etilardi. Bu endoprotezda bolalarda hech qanaqa imkoniyatlar cheklanmaydi. Bolani yoshiga qarab protez ham o'stirib turiladi. Kattalarga magnit endoprotez qo'yilmaydi, chunki o'sish yoshi 21-22 yoshgacha hisoblanadi. Hozircha faqat poytaxtda, ya'ni bizning markazimizda bu magnitni endoprotez qo'yilish amalga oshirilmoqda. Bu amaliyotlar barchasi tekin davlat tomonidan olib beriladi. Endoprotez o'zi ham, o'rnatish jarayonlari ham hammasi bepul.